Bugun sizlarga kelgan tamoqlarım bo'lsa, aydilam qilib yeyishga intayin mos kelgan qo'y pachaq pishirish usuli, ya'ni ochiq pachaq pishirish usuli va xil belgilarini yo'l o'tish orqali davomli ko'ring. Undaqda biz 4 taldan 6 talgacha pachaqni pakkos yuvib olgandan keyin mana shu qozonga silib, oz miqdorda lyojo quyib, bir qaynatib etgandan keyin suzib ilib, so'g'aq suvdan muzdek bo'lguncha yuymiz. Bunga kedarli xam xurishlarimizni tayyorlab olamiz, ya'ni Sinjandan taxminan 50 gramdan 100 gramgacha lajovang, samsaqdan 4 tal, guypidan 1 tal, bajovdan 3 tal, shangye proqli yupurmaqdan 3 tal, xajodan az miqdorda xogo deliodan 1 tal, kichkidan, dobajangdan 1 qoshiq. Amishdan tayyorlagandan keyin qozonga mayni quyib, birinchi bo'lib sinjangni silib, ikkinchi bo'lib samsaq salamiz, guypi, bajov, proqli yupurmaq, xogo delio, dobajang, lajovanglarni silib qoraymiz mana. Quroq chiqich qoraymiz. Qorib mana shu holatda qip qizil holat kelgan vaqtda oz miqdorda suv quyamiz. Suv quyib pachaqlarimizni soldik. Pachaqlarni sep bo'lib, endi buning oz miqdorda lyojo, shinchodan azroq, jangyodan azroq, xo'jofindan oz miqdorda, jifindan bir qoshiq, tuzdan bir qoshiq. Silib etgandan keyin og'izni yeb 45 minut dimlab qo'yamiz. 45 minut vaqt o'chgan vaqtida og'izni bir ichib, mana shunda qaynaydi. Dal mush vaqt Uygur piyozdan 2 taldan 3 talgacha anda yumg'oq silib, yana og'izni dimlab 35 minut pishiramiz. 35 minut pishgandan keyin mana shunda pishib chiqadi. Tovoqqa elib, ayirdiklaringiz bilan